Bir odam bor ekan. Xasislarning qiroli desak bo'ladi. Shohi, shahanshohi. Unaqa xasis yo'q ekan endi. O'ziga ham bermas ekan, o'zidan ham qizg'onar ekan, oilasidan, ayolidan. Uyga faqat o'sha kallapochaning go'shi bo'ladi-yu. O'shani olib keltirib, ayoliga tozalattirib, uni qaynattirib yerkan bir qizil go'sht olmaskanda endi. Shu uyga boyagi kallapochani hidi hamma joyga hidi urib ketgan, pardalarda, boshqa o'zidan, ayolidan, farzandlaridan o kadar bezib ketishibdiki, otasini bilmasdan qachon Alloh bu odamga bir nima beradi-da. O'zidan ham qizg'onadimi? Ya'ni bo'lmasa mayli yo'q desak, bo'p turib ham yillar davomida umrining oxiriga yaqinlashib qoldi. 80 ga yaqinlashdi odam. Hozirgacha kallapocha toshiydi bozordan. Odamlar ham bilar ekan buni xasisligini boshqa. Choyxonalarda o'tirsa ham bir nima emas ekan, shu oddiy choyni ichib o'tirar ekan, o'ziga ham ravo ko'rmaydi-da. O'zidan ham qizg'onadigan bo'lib ketgan. Ya'ni bir naviy moliga sig'inadigan, uni qo'riqlash uchun har narsa qiladigan bir holatda. Buni puli ko'p odamlar juda yaxshi biladi deb o'ylayman. Ayniqsa puli ko'p u iymoni yo'qlar buni juda yaxshi biladi deb o'ylayman. Yoki puli ko'p u insofi yo'qlar. Xullas bir kun choyxonada boyagi odam choy ichib o'tirsa, yonida bir yigit kelib, yoshroq yigit, o'rta yoshlarda dasturxonga go'shtlarni aytib yeyishni boshlabdi. Bu o'ylabdi, bu go'sht yeyotganiga qaraganda o'zi endi yemaydi-ku. Mendan ham boy shekilli bu. Deb bu kechirasiz, siz kimsiz? Oldin bu yerlarda ko'rmaganman. Kimlardansiz desa, men falonchiman. O'zi kambag'al odamman. Topgan pulimga yaxshi taomlar yeyman. Bu yerlarda nima qilib yuribsiz desa, bu yerda falonchi bir odam bor, falonchi xasis. Shu eshitishim bo'yicha shuni umri oxiriga yetib qopti. Shuni o'lishini kutib o'tiribman. O'lsa ayoliga uylanmoqchiman. Butun mol davlatini maza qilib yeyman. deb boyagi odamni o'zini aytgan ekanda, xasisni o'zini. Xasis o'zi haqidagi nimani eshitib, haqiqatan bunday qarasa umrining oxiriga kelib qopti. Uni o'lishini kutayotgan odamlar atrofida yurishibdi. Va o'lishi bilan rafiqasiga sovchi qo'yib uylanmoqchi va bundan qolgan jami mol mulkni, bu o'ziga ravo ko'rmagan narsalarni yemoqchi bo'lgan odamlar ham shay turibdi. Hayot shunday. Baribir yeyishadi. Sizning molingizni yeyishadi baribir. Siz yemasangiz boshqalar yeydi. Undan ko'ra u mollarni ehson qilish kerak. Ehson qilishga oilaga yaxshi taomlar keltirib, boshqa hamma ehtiyojlarini nima qilib, uni yig'ishda bir ma'no yo'qki. Boshqa ehtiyoji borlarga berib, u dunyo uchun, ya'ni u dunyoga o'tkazishda bu. Mol mulkni u dunyoga o'tkazishda yagona yo'li uni bir xayrga sarflash. Savob va yaxshi ishlarga sarflash orqali u dunyoga o'tkazasizda uni. Va bu dunyoda yig'ib sichqonmisiz siz, ya'ni nega yig'asizki uni? Sichqon yig'adi, boshqa qiladi. Inson nega yig'sin?